Mujik, birinchisidan keyin ikkinchisiga kuch qolmayaptimi, uchinchisiga xohish bo'lmayaptimi? Demak, tezda hozir reklama qilinayotgan badlarni va giyohlar qo'shilgan asallarni olib ichasiz va hech qanday foyda ko'rmaganingizdan keyin malakali urolog shifokoriga borsangiz, sizga yotig'i bilan tushuntirib beradi. Jinsiy aloqa bir kunda necha marta bo'lishi kerak yo bir haftada necha marta bo'lishi kerak degan normativ yo'q. Bu hamma uchun har xil. Masalan, kimdir bir kunda 2 marta jinsiy aloqa qilsa, u uchun norma bo'lishi mumkin. Kimgadir bir haftada bir marta jinsiy aloqa bo'lishi uning ehtiyojini qondirishga yetarli bo'lishi mumkin. Siz 1 yil doimiy jinsiy hayotda yashayapsiz, haftasiga 2 marta, 3 marta regular jinsiy aloqa bo'lyapti. Demak, siz uchun norma shu. Uni har kuni bir martadan jinsiy aloqa bo'lishi kerak ekan, bir kunda 2 marta, 3 marta jinsiy aloqa bo'lishi kerak ekan degan fikr juda ham to'g'ri emas. 5 qo'l baravar bo'lmaganday, hammada ham jinsiy quvvat va jinsiy quvvatga bo'lgan xohish birday bo'lmaydi. Sog'lig'ingizni asrang, har xil reklamalarga ishonmang.